Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol: hojatxona bilan yuvinish xonasi bir joyda qurilgan bo'lsa, shu yerda tahorat qilaman desa, bismillah deb boshlasa bo'ladimi? Avvalambor tahoratxonada yoki hojatxonada Allohning ismini zikr qilishlik yoki Allohning ismi bor narsalarni, Allohning ismi zikr qilingan narsalarni olib kirishlik joiz emas. Ammo mana bunday savolni ba'zi ulamolarga va doimiy fatvolar qo'mitasiga savol berishganida javob berishganki, inson hojatxonani ichida agar tahoratxona bilan hojatxona bir bo'ladigan bo'lsa, hojatini o'tab bo'lgandan keyin tahorat qilishligi, ana shu yerda tahorat qilishligi joiz. Agar bismillah deb tahoratni boshlamoqchi bo'lsa, ichida aytadi. Tahoratni boshlamoqchi bo'lsa yoki g'usl qilmoqchi bo'lsa yoki hatto agar inson aksi uradigan bo'lsa, alhamdulillah deb qanday aytadi desa, qalbi bilan aytadi. Ya'ni tili bilan emas, qalbida bismillah desa bo'laveradi. Qalbida alhamdulillah desa bo'laveradi. Lekin lafz nutq qilib, tili bilan bu narsani zikr qilmaydi. Allohu a'lam.